Assalomu alaykum. Kuyov bo'lmish. O'zlar. Yaxshi yigit ekansiz. Endi bu yosh kelin kuyovlarga sovg'a olib beray deyapman. Yo'q, o'zim ko'taraman. Ey, to'yga sal. To'yga sal. Qo'ymas. Qarang kuyov mana. Artel Metikalik televizor. Video rasmini ko'rdim 500 so'mdan boshqa harakat qildi. Mana bu xrushchalik smart 137.400 so'mdan. Bunga mayli-da, qolganini lekin o'zim ko'taraman, dadajon. Bo'ladimi? Bo'ladi, ikkovini bersam bo'ladi. Ana gap o'taydi. Nima ekan? Shuni aytdingizmi? Shuni aytdim, dadajon. Artel bo'lsa bitta olib beraman. Bu 179.500 so'mdan 50% skidkaga tushgan ekan. Ha? Bu ham mayli, qolganini o'zim ko'taraman. Bo'ldi, mana shundan bitta olib beraman bo'lsa qolganini o'zingiz. Shaqi ham o'tagan, otaginam. Yuringchi. Ferri. Shuni ko'rsatingizdan. Lekin men xijolatdaman, bir ko'ring, men xijolat. Ey, bu ham vaqtingizga 50% skidkada ekan. 99.500 dan bitta olib bersam olib beribman, to'g'rimi? Qolgan narsani o'zim ko'taraman. Yashang kuyov. U o'sha yerda bitta o'taylik-da. Shunda bir zo'r narsa ko'rdim. Ey, odam nima qilib qolib gazeta o'zini nima ko'rib Mana dadajon, Loretto mikroto'lqinli pech. 49.500 so'm. Yana 50% 20 da. Ayni yoshlar o'qishadi. Buni ham o'zim ko'tarayman. Yo'q, mayli, shuni ham o'zim olib beray, ha? Lekin qolgan narsani o'zim ko'taraman lekin. Bitta orqada zo'r narsa ko'rdim. Ey, mana shuni o'zini, nima qilman? Odam isibam. Ketdi-ku. Ayni issiqqa mana salqingina konditsioner chaladi. Kleyoma. 12 talik. Ha, zo'r. Bu ham skidka bo'lsa kerak-da. Albatta. 50% skidka 249.500 so'm deyapti. Buni ham olib berasizmi o'zim? Endi o'zi bo'ldi, rahmat, hech ham. Lekin qolgan narsani o'zim ko'taraman. Ey, taksini gaplash ketamiz. Loretto kir mashinalar 7 kilogramm. Yana ustiga 40% skidkada. 199.200 so'mdan. Ayni yoshlar ko'p narsada. Oling. Shuni ham olib bering, qolgan narsani o'zim ko'taraman. Xarajat ko'tarish qiyin bo'lyapti. Shuni ham olib beraman. O'zimsiz. Hammasi bo'ldi mana kuyov. Endi hammaga telefon qilib qo'ydim 8 da bo'lyapti deb aytaverdim. Bilasizmi dadajon? Hammani aytardim-ku. Telefonim yo'q. Bo'pti mana. Realme C30s degan telefon mana. 74.500 so'mdan 40% skidkada. Bu mendan sizga lishniy podarka. Rahmat. Mana uni uydagilarga berasiz. Bu Huawei Y72 degan. 155.400 so'm. Bu ham 40% skidka. Ikkovi mendan sizga sovg'a. Rahmat. Dadajon, endi sizni kuyovingiz bo'laman. iPhone ishlatmayman. iPhone ham bo'lsa, zo'r bo'ladi. Mana iPhone 13 40% skidka 419.400 so'mdan ekan. Rahmat dadajon. Bundan keyin og'zingizga uraveraman aytib qo'yaman. Lekin qolgan narsani o'zim ko'taraman, aniq. Aniqmi? Aniq. Bo'ldi. Mana kuyov shuncha narsangizni olib berdim. Ko'rdingizmi? Bekorga idea kelganimiz yo'q. 4-5-6 aprel kunlari 3 kun 50% mega chegirma alifchi aksiyasi bo'ladi. Eng zo'r boshlang'ich to'lov ham yo'q. Tafsil ham kerak emas. Muddat o'tib kredit to'lamay qolsangiz qo'shimcha to'lov bo'lmaydi. Tushundingizmi? Rosakallar ishlaganda dadajon. Ha, mana qarang, shuncha narsani olib berdim sizga. Bu yerdan beri qolganini o'zim ko'taraman. Nimani ko'tarasiz siz? Tijorat qilyapsiz dadajon? To'yxonadan chiqqandan keyin ikkita mana shu qo'llarim bilan sizni qizingizni ko'tarib chiqaman. Bu kuyov bilan mahallada boshimni ko'tarilmay qolmasam bo'ldi.